O'sha 100 millionni bank sizga qoplab beradi. 94 milliondan 90 million. Tushuntiryaptimi? Siz 91-kuni bankka 100 million qaytarib berasiz. Shu fakturangizda ko'rsatilgan summadan 6% diskontlab qoladi bank o'zi. 100 milliondan 94 million chiqarib beradi. 91-kuni siz bankka 100 million qaytarib berasiz. Doim 6 millionni ta'minotchingiz so'rasa, bu ikkalasini 6 million farqi ikkalangiz kelisha olasiz hamkoringiz bilan. U joyda bank aralashmaydi. Xohlasangiz naqd pulda berasiz 6 million, xohlasangiz qo'shimcha hisob raqamingizni ko'chirib berasiz. Tushundingizmi? 91-kuni kelganda sizga siz bankka 100 million qaytarib berasiz. Umuman olganda o'sha sizda kreditorlik qarzdorligingizni bank qoplab beradi. Bunda garov talab qilinmaydi. Faqatgina kelgusi pul tushumlaringiz to'g'risida garov shartnoma tuzasiz bank bilan. U agar 91-kuni, 92-kunlari siz to'lamasangiz, hisob raqamingizga qanaqadir savdodan, faoliyatingizdan pul tushib qoldi, bank buni avtomatik yechib oladi. O'sha shartnoma shunga. Keyingisi ta'sischilaringizni subsidiar javobgarligini nazarda tutuvchi kafillik shartnoma beradi. Agar hisob raqamingizga pul tushmasa, ta'sischi degani biznes egasida, masalan, rahbarning ta'sisi bitta bo'lishi mumkin, yoki rahbar bitta bo'lishi mumkin. Umuman olganda ta'sischi biznes egasi, qonuniy yuridik hujjatga asosan egasi. Shuning uchun o'sha ta'sischini kafillik shartnomasini olamiz. Agar boyagi berilgan faktoring xizmat muammoga aylanganda, hisob raqamida qanaqadir pullar tushmay, muddat o'tib ketganda bizlar kafil bilan munosabat o'rnatamiz. Shu nuqtai nazardan. Shuning uchun birinchi navbatda sizda biz faoliyatingizni o'rganamiz. Realniy faoliyatingiz mavjud bo'lishi kerak. Keyin oborotingiz yaxshi bo'lishi kerak. Qanchalik oborotingiz katta bo'lsa, sizga o'rnatiladigan limitlarimiz oshib boraveradi. Masalan, sizga 2 milliard sof tushumingiz deyapsiz. Oddiy matematika qilib beraman sizga. Boshqa kreditingiz yo'qmi? Kreditim bor, yo'q. Qancha kreditingiz bor? 400 million oldim. O muddatdan oldin yopdim, hozir 40 million qoldi, 45 millioncha qoldi. Yopilar shunlar aka, yopilar. Yopilar. Bu hech narsa qolmabdi. 2 milliard sof tushumingiz bo'lsa, buni 12 ga bo'lamiz o'rtachasini. Kreditingiz yo'q deymiz. 500 millionni 80%. Sizga 400 million limit o'rnatib bera oladi. 400 millionni siz boya shu fakturada asosan olaverasiz. Xohlasangiz 50 million olasiz, xohlasangiz 100 million, xohlasangiz 200 million. Shunday bezalog ishdimi? Bezalog. 90 kunga. 90 kunga faqat. Siz 91-kuni yopasiz. Yana sizga 50 million kerak bo'ladi. 50 million yana olib ketasiz. Yana bir joydan 300 million pasportingiz chiqib qoldi. Shu faktura olib kelasiz. Yo, kredit olsam, kreditdan tashqari buni qilib beradimi yo kreditdan bo'lmaydimi? Limitingiz o'zi. Limit bo'lsa. Limit qo'yayotganda kredit to'lovi bor-ku.